Turklar juda gapga usta bo'ladi-da. Biz buni turk seriallardan, turk kinolardan bilamiz. Haqiqatda ularning gapirgan gaplarida insonning qalbiga yetib boradigan kuchli, ta'sirli, ma'noli so'zlar bor. Bu turk seriallarining birida men yaqinda shunday bir iboraga e'tibor berdim. Ya'ni bir yosh yigit o'zini sevgan yorini qalbini og'ritadi. Xullas, turk seriallari boshidan oxirigacha shunaqa, bir-biriga azob berishmay o'tadi. Bunda shunday deydi. Bilasanmi deydi, insonlarning qalbini vayron qilishlik Ka'bani vayron qilishdan yomonroq deydi. Chunki Ka'bani inson Ibrohim Halilulloh qurgan deydi. Alloh taolo insonlarning qalbini qurgan deydi. Haqiqatan chuqur ma'nolar bor-da bu so'zda. Agarda biz e'tibor beradigan bo'lsak, haqiqatda ham biz kimgadir, ayolimizgami, kimga bo'lishidan qat'iy nazar azob berayotganimizda, biz bu qalbning egasi kimligini tushunib yetishimiz kerak. Buni yaratuvchisi kim? Biz kimga ozor beryapmiz degan ma'noni tushunib yetganimizda bizni oilamizda tinchlik, xotirjamlik bo'ladi. Bizni farzandlarimiz mana shundagina baxtli bo'ladi. Shuni unutmaslik kerak. Shunaqa.